Hürmetli vatandaşım, bir iki kız gap kılaylı, endi vaziyetini gördünüz. Vaziyetin ciddilik derecesini gördünüz. Prezident Trump değil mi deptedem? Devlet İşler Katibi Mike Pompeo'nun hazır Çavuşenni ziyaret kılması doğrusu da körsetme verdim. Ama bu ciyodu canlay. Yani yakın kelgüsü ziyaret kılması doğrusu körsetme verdim. Sebebi hazır peyt emas. Peyti şu ki Cungu bilen bolgan söhbetimiz, yani sodu söhbetimiz hal kılıngandan keyin, yoki Cungu Amerika iqtisod munosabatlari hal qilingandan keyingi vaqt, shu vaqtda Mike Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Çavuşenni ziyaret qilsa bo'ladi. Demak, vaqtning ta'xirsizligi, vaqtning taqozzoligi, vaqtning jiddiligi, qo'yilayotgan masalaning jiddiligi bilan birlashib kelganda qanday ahvolning yuz berishi bu sizga bizga qarang'i o'tiran efendim. Siz hazır hürmetli vatandaş şunda kuzutin ki Çavuşen meselesi ciddi ve tahirsiz. Ben Çavuşen siyaseti bilen Cungo siyasetini, Cungo qaratkan soğudu siyasetini birbiriga bağlap koydum dedi Prezident Trump yok qırqılık siyade. Çavuşen meselesi şunda ciddi tahirsiz. Cungo bilen oturdu buluvatkan soğudu münasebetleri şunda ciddi ve tahirsiz. Tünügen killik şeyimizde sizlerge sözlügen nemi dedik Prezident Trump uzun müddetlik soda elişiş, soda uğraşı, soda maceraları uzun müddetlik vakitka tayyarlık kılış lazım degen. Hazır ende tahirsiz. Çavuşen meselesini hal kılış hem tahirsiz. Cungu soda meselesini hal kılış hem tahirsiz. Esinlerde bol gerek bizden muş yılın 5'de 3. ay, 4. 5. ay, hatta 6. ayının 12. günü Singapur'da Prezident Trump bilen Çavuşen'nin başlığı Kim Jong-un söhbet ötközgen kadar boğan ağırlıkta Çavuşen meselesi. 6. ayının 12. günü. Esinizde bak, hürmetli vatandaş, 7. ayının 6. günü dönce katım Amerika Koşmuş Ştatlarının hükümeti, Prezident Trump hükümeti Cungu'ya baş koyduğallıqın çakalı. Aslap 25%'in baş koyduğallıqın çakalı. Demek vakit tahirsiz. Vakit ciddi. Bugün ende 22. günü, 23. günü Washington'da Cungu Amerika soğudu söhbeti ötküzdü. Neticesiz. Bunun burun heptinden 1. günü Prezident Trump benim bu söhbetke ihtiyarım yok. Yaki bu söhbetin netice kazanışının, galiba kazanışının ümidim yok dedi bu. Degeni aldın körerdik. Söhbet hiç kandak netice yok. Yani bana etkandı bu söhbetin hiç kandak kıymeti yok. Yani birlik siyah değildi ki biz söhbetini devamlaştırmamız. Kaçan? Vakit yok. Yani birlik siyah değildi ki endi söhbetleşki orun kalmadı. Demek siz bir ciddiçiliknin işe kirip kılıvatsız hürmetli vatandaş. Bir ciddiçilik işe kirip kılıvatsız. Vakitin ciddiliği, meselenin ciddiliği bilen koşulup kılıvatıdır. Demek meselenin ciddi eliş, vakit ciddiliği işe turvatıdır. Meselenin ciddi hal kılış, vakit ciddiliği işe turvatıdır. Demek o vakit bilen koşulup kelgendiler, meselenin hal kılınışı, hal buluşu, bu ciddi hal kılış dep atılır. Demek din boldan uzun müddetke tayyarlık kılış. Bunda gap yok. Hazır müşakkatim aytganda qaraganda Cungu soğudu söhbet vekillerini Washington'a elip keliş ve onun bilen Washington'da söhbet ötközüş. Bunda qarasam ben şahsi doğru mu, doğru emasmı bu menin şahsi göz qarışım vatandaş. Bu yerde xuddi Amerika Qo'shma Shtatları soğudu meselesiyle bu içiler. Emas dep tuğa başta, yani başka meseleler bağdı. Mesele doğrusudur. Cungu'ya ciddi ultimatum tapşırgandek turamdı nime. Menelike dün degen Yaponiyalık küzetkiçi ve tadqiqatçının bir abzas sözünü iki qatim tekrarlap sizge aytib berdim. Neme dedi Yaponiyalık küzetkiçi? Hazır iş, savdo, ticaret macerası.
İki devlet oturusida Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo oturusida savdo masalasi ve savdo masalasida qandaq bir taraf qilish masalasi emas. Masala kengaydi. Demek yaqinda Jungo hukumati Rossiyada o'tkaziladigan bir harbiy manevraga Rossiyaning Federatsiya Rossiyasining taklifi bilan berib manevraga qatnashdi degan gap. Endi hozir bir Osiyolik, yani bir Osiyodagi davlat Jungo, hozir bir Yevropa davlati. Osiyoda yer zamini bo'lg'achqa ham Yevropa, ham Osiyo davlati hisoblangan Rossiyaliklar o'tkazgan harbiy manevraga qatnashdi. Nima demoqchi, hurmatli vatandosh? Bu ma'nosi intayin chunqur bir ishda debdi Yaponiyalik olim. Yaponiyaning olimlari nayta konkret bak e'tibor beradigan millat. O'sha konkret tahlil qildi. Bu ma'nosi intayin chunqur bir ishdir. Siz faraz qilib baqinga Turan apandi, siz men chiroyli savollarni qo'ysiz. Men bu azaldan shundaq, balki bu ko'z qarashim qatmaldi. Sababi bir Osiyolik bilan, masalan, Yaponiyadan boshqa bir Osiyolik bilan bir Yevropalik birlashib Amerikaga taqobil turmoqchi bo'lyotdi desa, mo'shundaq mintaqaga ishongili bo'lamdiganda Turan apandi, o'ylab baqinga. Amerika bilan Yaponiya ittifoqlash davlat, urushdan keyin ittifoqlash davlat, hozirgacha ittifoqlash davlat bo'lib kelyotdi. Jungo ya Yaponiyaga ittifoqlash emas, ya Amerikaga ittifoqlash emas. Yiroqdagi Rossiyaga. Endi Rossiya bilan Jungo o'rtasida, o'zinglar bilasizlar, birla masala Xinjiang masalasi to'g'risida, mustamlika Uyg'uriston masalasi to'g'risida, manju davrdan tortib bugungi Xi Jinpinggacha haqiqatan nayta quyuq munosabat bo'lib keldi. Bir kun Rossiya kontrol qilib oldi Xinjiang degan bu zaminni mustamlika Uyg'uristonni. Masalan, 11-yildan 20-yilning 11-yilidan 50-yilgacha Mao Zedong oxirgi 2-qatimliq Rossiya Stalin Mao Zedong Osiyo ikki davlat rahbari o'tkazgan suhbatgacha bo'lgan oraliqda 40 yilda kontrol qildi Rossiya Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni degan bu rayonni yoki ayndagi Xinjiang mustamlika Uyg'uristonni. Endi hozir Rossiya bilan Xitoy o'rtasida bu intayin bir murakkab masala, goh ko'tarilib, goh pasayib, goh yoshirin, goh oshkor kelayotgan masala bo'lsangiz bo'laverdi. Hozir Xitoyning bu darajada Rossiyaga beqinib qilishi, Rossiyaga o'zini etishi, agar Rossiya harbiy manevr boshlasa, bu qatim Xitoy avvalsi biz Xitoy o'zini otdi deymiz. 20-asrning 60-yillar Rossiya Kommunistik Partiyasi bilan Jungo Kommunistik Partiyasi o'tirdi ziddiyatlar ko'tarilganda Mao Zedong oldirab, tinab o'zini Amerikaning qo'yniga otdi. 10 yildan keyin, ya'ni 72-yili Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungoning munosabati yaxshilandi, suhbat boshlandi. Shundaqmi ya? Shundaq. Hatta Amerikani xo'sh qilish uchun nadan Jungolik Deng Xiaoping Vyetnamga urush ochdi 79-yil 2-oylarda. Mana shunday ishlar bo'lib o'tdi. Endi bugun qarab baqinga, siyosat degandan dunyoda cho'ng davlatlar o'tiribsiz, munosabatlarning qandoq o'zgarishiga diqqat qilsangiz bo'ladi. Endi qaraysizki, yana vafosizlik qilib Jungoliklar Amerika yaxshilik qilayotgan Amerikaning qo'ynidan chiqib, endi Yaponiyadagi Dun apandining aytgandek bu qatim berib Rossiyada o'tkazilgan harbiy manevraga qatnashsa, bu ish nimadan dalolat berdi? Bu ma'nosi intayin cho'nqur bir ishdi deb ko'rsatdi. Endi so'zimiz qaytib kelaylik. 6-oyning 12-kuni Prezident Trump bilan Chavshanning rahbari Kim Jong Un Singapurda ko'rishganda bayonot e'lon qildi. Bayonotni men sizlarga to'liq tekstda yetkazdim. Shu kundan boshlab hozirgacha Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungoning o'rtasidagi savdo munosabatlari jiddiylashdi. Suhbat va natijasiz suhbatlar, natijasiz oxirlashgan suhbatlar jiddiylashdi. Bugun endi ben sizga aytdim, vatandosh, hozir bir masalaning qo'limizdagi mushu masalaning jiddiy bo'lishi, mushu voqeani yoki mushu hodisani bir makon ichiga qo'yganda ta'xirsizlik, yani ciddi hal qilmasa bo'lmaydigan
Bu mesele ben başta ettim, vaqt bilan qo'shilib keldi. Demek şuna qaraganda hazır Çavuşan meselesini hal qilishmi? Ondan keyin Jungo meselesini hal qilishmi? Avval Jungo'da so'zi talash tortishni hal qilishmi? Ondan keyin Çavuşanning yadrosizlashni hal qilishmi? Birda bir vaqt, bir liniya, bir siziq, bir sap. Bir kun tartibga kelib qoldi degan gap Prezident Trumpning so'ziga qaragan. Hozir davlat ishlar Mike Pompeo kelar hepte. Tushundingizmi? Vaqt jiddiyligidan aytganda kelar hepte Çavuşanni ziyorat qilmoq. Lekin to'xtab tut. Biz Jungo bilan bo'lgan o'rtadagi savol talash tortishni hal qilaylik. Bu masala hal qilingandan keyingi vaqt davlat ishlar Mike Pompeoning Çavuşanni ziyorat qilishiga muvofiq keladigan vaqtdir deydi. Prezident Trump sizga Allah kuch ato qilsin. Prezident Trump sizni Xudo ovorchilikdan xalos qilsin. Sizga yo'l ochiq bo'lsin. Biz shundaq deymiz-da. Chunki hozir bu yerda jiddiy bir masala o'tirg'i chiqdi. Turan efendim. Hem Çavuşan meselesi, hem Xitoy meselesi. Xitoy meselesi, Suudi meselesi. Dün efendi nima deydi? Endilikli Qo'shma Shtat, Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan meselesi ve Janubiy dengiz meselesi orqali Jungo'ga besilmiş yıldır. Jungo meselesi hal qildi. Miltiq doğrusunun yedi qo'yoqlishi o'tadi. Sovuq munosabatlar urushining oldingi sepi. Bugun Jungo Amerika o'rtasida yuz berayotgan savdo urushi sovuq munosabatlar urushining oldingi sepi. Hazır torbeti kelgan xabarlarda savdo urushining ikkinchi bosqichi. Yani Jungo'dan import qilingan 200 milyard dollarlık tuvar malları baş qo'yish. İkinci bosqichi. Bu aldığımızda başlanışı mümkün. Endi hozir suhbatga o'rin qolmadi.